Birinchi farzanddan keyin spiral qo'yish xatomi yoki keyin qayta homilador bo'lmaydimi? Ushbu savolga bugun javob topamiz. Birinchi farzanddan keyin spiral qo'yish mumkin, lekin hamma uchun ham emas. Qachon noto'g'ri bo'ladi? Tug'ruqdan keyin yallig'lanish bo'lsa, endometrit, endoservisit infeksiya bo'lsa, hayzlar juda og'riqli, ko'p bo'lsa, bachadon tuzilishida nuqson bo'lsa, bunday holatlarda spiral qo'yish tavsiya etilmaydi. Lekin qanday holatlarda qo'yish mumkin va to'g'ri ekanligini aytib o'taman. Qachon to'g'ri tanlov bo'ladi? Agar ayol yaqin 3-5 yil homiladorlikni rejalashtirilmagan bo'lsa, doimiy sherigi bo'lsa, ginekolog ko'rigidan o'tgan bo'lsa, spiral qulay variant hisoblanadi. Bunda qanday holatda qo'yiladi? Tug'ruqdan 6-8 hafta o'tgach yoki hayzning 3-7 kunlarida. Xulosa qilib aytganda, birinchi farzanddan keyin spiral qo'yish mumkin. Bunda hayzning 3-7 kunlari tavsiya qilinadi. Hamma holatlarda shifokor tavsiyasi bilan olib borgan ma'qul. Lekin keservalar bundan mustasno.